İnşallah bugungi cuma mav'izamiz yetimlarga demak g'amxo'rlik jannat kaliti degan ulug' bir mavzuda suhbat olib borar ekanmiz. Haqiqatda Alloh taolo bizlarni bu sinov dunyosida yaratdi. Alloh taolo biz birovni molu dunyo berib, birovni barcha narsadan to'q qilib sinaydi. Birovga iqtisodiy tanglik yoki mana shunday bir yetimlik, boquvchisini yo'qotishlik ishlari bilan Alloh sinaydi. Har ikki holatda ham banda sinovda bo'ladi. Yetim nima degani? Yetim degani demak boquvchisini yo'qotgan, boquvchisidan ajralgan, ya'ni ajralib qolgan degan ma'no o'zib beradi. Demak o'sha boquvchisini yo'qotgan. Bizda demak otasidan ayrilgan, onasidan ayrilganni ba'zida yetim deymiz. Lekin shariat istilohida otadan ayrilgan o'sha haqiqiy yetim bo'ladi. Nimaga? Chunki bizda ya'ni boquvchi ko'proq ota bo'ladi. Shuning uchun boquvchisini yo'qotgan shaxs demak yetim bo'ladi. Otasidan ayrildi, boquvchisidan ayrildi. Demak katta mehr unga beradigan, katta unga muruvvat ko'rsatadigan shaxsdan ayrildi. Alloh taolo Bani basharning eng ulug'i bo'lgan Sayyidi faxri olam, faxri koinot payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ham mana shu yetimlik demak ulug' bir yetimlik bilan u kishini sinadi. U kishi yetimlik demak holatini ko'rdilar. U kishi yetimlik ta'mini totdilar. Shuning uchun u zot yetimlarga g'amxo'r, yetimlarga yaxshilik qilishga o'zlari hamisha chorlar edilar va o'zlari bunga namuna bo'lar edilar. Chunki Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam yetimlarni, ularni qalbini his qilar edilar. Chunki o'zlari bu holatni tatib ko'rgan edilar. Bu holatdan o'tdilar. Demak, ular yetimni Alloh taolo o'zi shuni ixtiyor ayladi. Toinki ul zot demak insoniyatga hidoyati uchun, tarbiyasi uchun ularga Alloh taolo tomonidan yuborilgan zot, Alloh o'zi ularni u kishidan avval sinab o'tkazdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam otalarini ko'rmadilar. Hatto ona qornida bo'lganlarida otalaridan ayrildilar. Bu haqiqiy yetimlik. Va undan keyingi boquvchilari, onalari, bobolari Abdul Muttalib, undan keyingi boquvchilari Abu Talib amakilari shulardan ham ayrildilar. Onalari 6-8 yosh orasida Yasrib Madina shahriga o'sha borganlarida qarindoshlari, otalari ham o'shoqda borganlarida dardga chalinib, kasallikka chalinib vafot qilgan edilar. O'sha joyni ziyorat qildilar. Onalari ham dardga chalinib o'sha tomonga vafot qildilar. Alloh
iloho mana shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ulug' ajrlar berish maqsadida, yetimlik ta'mini totish maqsadida mana shuni ixtiyor qildi. Keyin bobolari Abdul Muttalibning tarbiyasiga qoldilar. Abdul Muttalib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abdulloh o'g'illaridan qolgan yagona yodgorlik Muhammad alayhisalomga mehrlari boshqacha edi. U kishi ham bu dunyoni tark qilayotganda farzandlariga qaradilar. Hazrat Abu Tolib ham u kishiga amaklari mehrlari boshqacha edi. Olaman, sen serfarzandsan, ayolbansan, qanday boqasan deganda, yo'q men boqaman dedilar. Rasululloh ham o'sha amaklarini yaxshi ko'rar edilar. Chunki otalari bilan Abu Tolib bir onadan tug'ilgan edilar. Demak, Abu Tolib tarbiyalariga qoldilar. Keyin u kishi ham vafot qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga va ko'p payg'ambarlarga Alloh eng katta sinovlarni insoniyat orasida payg'ambarlarga bergan. Demak, mana shu yetimlik sinovini ham Rasululloh demak boshidan o'tkazdilar. Mana shunchalik demak nima Alloh taolo Qur'onda ham xabar beradi. Duho surasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim alam yajidka yatiman fa'awa. Ey Muhammad, biz sizni yetim holda topib olmadikmi deb Alloh taolo u kishiga eslatyapti. Biz sizni yetim holiga topib olmadikmi? Demak, yetimlikdan Alloh u zotni butun bashariyat sayyidi, podshosi, payg'ambari qildi. Qarang, Alloh taolo o'zi Qur'onda aytayapti. Alam yajidka yatiman fa'awa. Demak, Alloh taolo yana aytadiki, ey Muhammad, yetimni fala taqhar, yetimni tahqir qilmanglar deb Alloh taolo o'zi kalomida marhamat qildi. Va boshqa oyatlarda ham bir necha oyatlarda Alloh taolo yetimni molini demak, uni ham yaxshilik bilan isloh qiling dedi. Mollaringizga qo'shsangizlar, unga talofot yetkazmasdan qilsangizlar bo'ladi deyapti. Xo'sh, bir farzand otasidan ayrildi, boquvchisini yo'qotdi, otasidan meros qoldi, mol dunyo qoldi. Lekin u mol dunyoni tasarruf qilib bilmaydi. U hali voyaga yetmagan. Shu uchun amaki tog'alar masalan ularni mollarini olib, demak yetimni haqqiga xiyonat qilmasdan, uni agar moliga, tijoratiga qo'shsa, lekin unga xiyonat qilmasdan deb Alloh taolo ta'kidlayapti Qur'onda. Ilohiy kalom bu. Ilohiy kalomda demak Xudovand buyuryapti.